Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Bugun siz bilan birgalikda o'zbek tilidagi topish xatolik turidan ko'rib chiqamiz. Qanday 3 xil xatolik turi. Birinchisi imloviy xatolik, ikkinchisi tinish belgilari bilan bog'liq xatolik yoki punktatsion xatolik. Uchinchisi esa uslubiy xatolik deb ataladi. Birinchisi imloviy xatolik. Imloviy xatolik o'zbek tili imlosida mavjud bo'lmagan so'zlarning qo'llanishi orqali hosil bo'ladi. Misol uchun biz hayot so'zini bo'g'iz undoshi bilan qo'llasak, bu to'g'ri. Agar hayot so'zini chuqurtloq undoshi bilan qo'llasak, bu xatoliklardan biri hisoblanadi. Yoki kompaniya so'zini biz kompaniya holatida yozuvda qo'llasak, bu xato, to'g'ri holatda esa kompaniya holatida bo'ladi. Yoki daraxt so'zini biz chuqurtloq undoshi bilan qo'llasak, bu to'g'ri. Agar biz daraxt so'zini bo'g'iz undoshi bilan qo'llasak, bu imloviy xatolikni vujudga keltiradi. Xatolikning ikkinchi turi tinish belgi bilan bog'liq xatolik yoki punktatsion xatolik deb yuritiladi. Bunda o'zbek tilida mavjud bo'lgan 10 ta tinish belgining noo'rin qo'llanishi orqali yuzaga keladi. Misol uchun, bugun darsga kim kelmadi degan so'zning gapning oxirida so'roq belgisi qo'yilishi kerak, sababi bu so'roqga. Bu gapning oxirida so'roq belgisi emas, nuqta qo'yilsa, bu ham tinish belgi bilan bog'liq xatolikni yuzaga keltiradi. Yokida bellashuvda bilimli, zukko, aqlli o'quvchilar qatnashdi degan gapda qo'shgan bo'laklarimiz hisoblangan bilimli, zukko, aqlli so'zlar o'rtasida vergul tinish belgisini emas, agar tire tinish belgisini qo'ysa, bu ham punktatsion xatolikni vujudga keltiradi. Xatolikning uchinchi turi bu uslubiy xatolik deb ataladi. Ya'niki gapda paronimlarni noto'g'ri qo'llash yoki ma'nodosh sinonimlarni noto'g'ri qo'llash orqali vujudga keladi. Misol uchun, uning xulqi senikidan afzal degan holatda biz gap qo'llasak, gapimizda afzal so'zi paronimlar bo'yicha xato. Sababi afzal so'zi ot, ulovni, egar jabduqni birlashtiruvchi moslama hisoblanadi. O'zbek tilidagi ma'nosi shu afzal so'zini. Agar biz afzal so'zini qo'llasak, gapimiz uslubiy jihatdan to'g'ri bo'ladi. Ya'ni uning xulqi sening xulqingdan anchagina afzal, ustun, ortiq ma'noda keladi. Yokida sinonimlarni noto'g'ri qo'llash. Nasiba uning go'zal basharasiga qaradi degan so'zda bashara so'zi ma'naviy jihatdan noto'g'ri qo'llangan. Ya'niki biz bashara so'zini o'rniga yuz yoki chehra so'zini qo'llaganimizda gapimizda uslubiy jihatdan mutlaqo to'g'rilik hosil bo'ladi.